Alloh asrasin, ko'p ichib yurganlarga aytaman-da, men ichmanglar. Alloh taolo joninglarni olib qo'ysa juda xunuk ketasizlar degan joylar. Bu bor narsa. Men bir kun ustozim aytadilar, ichgan odamlar juda qiyin poklash deyishadi. Rostdan men bitta joyga borib qoldim. Endi biz g'assollar omonatchi bo'lamiz, kimligini aytmayman otini. Men o'shanda ko'rdim-da, Xudo asrasin ichkilikda ketib qolishdi. O'shanda ozgina qo'rqaman, ozgina. Qanaqa bo'ladi u? Yo'q, juda xunuk bo'ladi. Aytib bering. Yo'q. Bizga masalan, hozir sizning gapingizdan keyin qanaqa bo'lishini aytsang, o'sha holatdan qo'rqib ham balki spirtli ichimliklarni ichishmas. Mayt to'g'risini aytaman, cho'chqaga o'xshab qoladi. Ishib ketadimi? Ishib ketadi. Juda xunuk yotadi. O'lim ikki xil keladi. Juda chiroyli keladi, juda xunuk keladi. Hammamizga chiroyli kelsin. Shunga inson pokiza bo'lib, namozli o'qib, o'ziga qarab yurish kerak. Birovning dilini ortish kerak, birovning haqida qo'rqish kerak.